Bugun kasrlarni taqqoslash, qaysi kasr katta, qaysi kasr kichkinaligini qanday qilib o'rgatish osonroq bo'lishini ko'rsataman. Bunda pizzani misol qilib ko'rsatdim. Bitta pizza chizib oldim. Qanchalik o'xshadi, o'xshamadi bilmayman. Bitta pizza chizib olib, o'shani doskaga ko'rsatib, bemalol bolalarga tushuntirsangiz bo'ladi. Bolalarning eng yaxshi ko'rgan fast foodlaridan bittasi pizza. Shuning uchun esda qolishi tayin. Aytaylik, Muhammadjon bilan Firdavs pizza yegani borishdi va bitta pizza sotib olishdi. Pizzani 8 ta bo'lakka bo'lib olib keldi ofitsiant. Muhammadjon uni 5/8 qismini yedi. Xo'p, bu yerda bo'laklarga bo'lib qo'yibman. 1, 2, 3, 4 bo'lak va bitta bo'lak. Mana bu yerda 5 ta bo'lakni mana 1, 2, 3 va 4, 5 bo'lakni Muhammadjon yedi. 8 ta bo'lingan bo'lakdan 5 bo'lagini Muhammadjon yedi. Qolgan 3 bo'lagini esa Firdavs yedi. Mana ajratib ko'rsataman. Bu Muhammadjonniki. Bu esa Firdavsniki. Mana bu yerda bu ham yana bo'lingan 3 ta bo'lak. Bu Firdavsniki. Endi mana bu shaklda tursin. Firdavsniki bu yoqda tursin. Bu kasrimiz 5/8. Chunki 8 ta bo'lak edi jami, 5 tasini yedi. Firdavs esa 3/8 qismini, ya'ni 3 ta bo'lagini yedi 8 ta bo'lingandan. Endi qaysi bo'lak ko'proqligini bolalardan so'rash mumkin. Bu bo'lak ko'proq yedi, ya'ni Muhammadjon juda ham och qolib ketgan ekan, uni ko'proq yedi. Shuning uchun bu kasrimiz kattaroq. Bu qism kattaroq bo'ladi. Bundan ham yaxshi videolarni ko'rish uchun Telegram kanalimga obuna bo'ling. Yana ham yaxshi videolar chiqishi uchun like ni bosib qo'ying va menga obuna bo'ling.